Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh azizlar. Mana shu masjidda imom ukam yil xatnomada Qur'on xatmga o'tyapti inshaalloh. Yangi masjidda ukam hozir xatnomasiga keldik. Johil darru xotinini o'zi qancha sarf qilib yaxshi ko'rib olgan bo'lishi mumkin. Johillik ustida xotinni talab qilib. Ukam mana shu masjidda taloq so'ziga ma'no o'tyapti inshaalloh. Xotin farzandlarni o'rgatib qo'yaylik. Nabiralarga tushuntirib qo'yaylik. Ana shunda adashmaydi. Nikohini umrini oxirigacha bironta dog' tekkizmasdan yashayotgan inson. Juda ham Qur'on saqlaydi. O'qilmasa, o'qish bilmasa, o'qilmasa. Unga bir misol keltirdim. Xudodan olim odamni yoshi yetib uyga borib birovlar o'qildi. Bunday qarasa, Qur'onni yonida yurib o'ldirgan. Haligi yo'lda 3 oy vaqt tushib ketadi. Qur'onni tagiga qo'ydi. Ichiga emas tagiga. Endi shundan har kimga kelsa Qur'onni o'qiydigan yo'li yo'q. Haligi olim odam ketganligiga shu olim qilsa ham o'g'irlik qiladi, xayolida o'ylabdi-da, bir mahal qarasaki, haligi odam tiriklarga o'zini ko'rib qoldi. Aytib qo'ygan yuziga o'rnatganimiz, zarda qo'yganimizda aytolmagandir. Aytib masalan, Alloh qo'yib o'tibdi. Deganda haligi olimga yig'laydi. Yig'ladi. Hayron bo'ldi. Nega yig'layapsiz? Desa, yo'q, Alloh, men o'sha Qur'onni xatni oldida turgan pul oila ochilsa, deraza ochilsa, pastga tushib ketmasin deb tagiga qo'yib qo'ydi. $1000 turib uyingizdan. Men yig'laganimda sabab الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. Yüreğimden sağındım sizni, Rasulullah sizni quchgim kelyapti. Siz ham sog'indingizmi, aytingchi bizni, Rasulullah sizni ko'rgim kelyapti. Siz ham sog'indingizmi, aytingchi bizni, Rasulullah sizni ko'rgim kelyapti. Hayot yo'llaringiz barchaga ibrat, har bir so'zingizda bordir nasihat. Sizni sog'inganim ayni haqiqat, Rasulullah sizni ko'rgim kelyapti. Sizni sog'inganim ayni haqiqat, Rasulullah sizni
ko'rgim kelyapti. Nasib bo'lmadi va dunyoda ko'rmoq, xizmatga shay bo'lib yoningizda turmoq. Dunyo zinatlari kerakmas biroq, Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Dunyo zinatlari kerakmas biroq, Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Umardek adolat qila olmasam ham, Alidek ilmni tuta olmasam ham, Musabdek Qur'onni o'qa olmasam ham, Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Musabdek Qur'onni o'qa olmasam ham, Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Do'stlarim ham bugun xiyonat qilar, dunyo tashvishlari ustimga qular. Dushmanim tinmayin, dushmanim tinmayin, ustimdan kular. Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Dushmanim tinmayin, ustimdan kular. Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Muhabbat alanga ortar kun sayin, ko'rmasdan yashashlik naqadar qiyin. Sizni chindan sevgan ko'rarman tayin. Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Sizni chindan sevgan ko'rarman tayin. Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Bu dunyo o'tkinchi tugar bir kuni, bu dunyo o'tkinchi tugar bir kuni. Olis samalarga uchgim kelyapti. Yurak yuragimdan sog'indim sizni. Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Yurak yuragimdan sog'indim sizni. Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Gunohdan qaytolmay zoru sarsonman, gohida mu'minu goho yomonman. Sizsiz ne qilarim bilmay hayronman. Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Sizsiz ne qilarim bilmay hayronman. Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Yurak yuragimdan sog'indim sizni. Rasululloh sizni quchgim kelyapti. Siz ham sog'indingizmi? Aytingchi bizni. Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Siz ham sog'indingizmi? Aytingchi bizni. Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Rasululloh sizni ko'rgim kelyapti. Allohumma salli va sallim va barik alayhi. Yok koyacağım, yok şu an sen.
Tankıtlamızı mı? Yuan götüreyim diyeyim. Yaşmısınız? Sağ olun. Yaşmısınız?